Al-Hodiy. U zot seni falonchining o'g'li falonchi bo'lganing uchun hidoyatga boshlamadi, balki hidoyat qilishni xohladi. U zot kimni xohlasa uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Nima qilishga boshingiz qotdimi? O'zingiz uchun nima to'g'ri ekanligini bilishdan aqlingiz ojiz qoldimi? Sizga ikkita vazifa topshirilib, qaysi biri sizga munosib ekanligini bila olmayapsizmi? Aqlingizda bir nechta uylanmoqchi bo'lgan qizlar bo'lib, qaysi birini tanlashga boshingiz qotdimi? Xato yo'llardan yuraverib charchadingizmi? Alloh taolo sizni hidoyat va nurli yo'lga yo'llab qo'yishini istayapsizmi? Unday bo'lsa, siz endi Alloh taoloning Hodiy, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismini yaxshilab tanib olishga tayyorlaning. Siz bu ismi azamni yaxshilab tanib olishga muhtojsiz. Hodiy zot nafsingizdan hayrat askarlarini to'xtatishni va sizni to'g'ri yo'lga boshlashini so'rashingiz kerak. Isqlik. Hidoyat so'zi lug'atda burilish degan ma'noni bildiradi. Go'yoki hidoyat xatodan to'g'rilikka, adashishdan to'g'ri topishga, tentirashdan haq yo'lga burishdir. U zot sizni hidoyatga boshlar ekan, hayot yo'lingiz zalolatdan to'g'ri yo'lga, xato yo'ldan munosib yo'lga burila boshlaydi. Alloh taolo sizni to'g'ri yo'lga boshlaganidek sizga to'g'ri yo'lni oson qilib qo'yadi. Hayot tarzingizda zarur bo'lgan narsalarni siz tarafga burib qo'yadi. Siz yashaydigan yerga suv yetkazib qo'yadi. Siz hayot kechiradigan makonga oziq-ovqat yuboradi va sizga nafas olishingiz uchun havo ham yetkazadi. U zot barcha maxluqotlarni ularning holatlariga ko'ra hidoyatga boshlaydi. Ko'r insonni yo'lda yurishga hidoyat qiladi. Karning hidoyati unga aytilgan so'zni tushunishidir. Chorasiz ojizni esa intilgan narsasiga hidoyat qilib qo'yadi. Chaqaloqni hidoyatga boshlashi undan zararli narsalarni daf qilishidir. Hayvonlarni hidoyatga boshlashi ularni hayot kechirishda zarur narsalarni o'zlariga bildirib qo'yishi. Keyin esa ular shu bilan nima foydali ekani-yu, nima zararli ekanligini bilib, uni bajarishlari hamda zarar beruvchilardan uzoqlashishlaridir. Sahroda tentirab yurganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. O'quvchiga ma'lumot o'rinlarini ko'rsatadi. Kashfiyotchiga ixtiro qilishni ko'rsatadi. Dinda mujtahid kishini masalaning dalilini topishga hidoyat qiladi. Haqqa chaqiruvchi kishiga to'g'ri uslubdan foydalanishni ko'rsatadi. Otaga bolasiga nasihat qilishda o'rnak bo'ladigan yo'lni bildirib qo'yadi. Tasodif emas. Siz tasodif deb bilgan narsa bilan sizni hidoyat qiladi. Namozda eshitgan bir oyat bilan hidoyatga boshlaydi. Uyquda ko'rgan tushingiz bilan, qisqagina qilingan nasihat bilan, kitobda ko'zingiz tushib qolgan biror so'z bilan, tafakkur bilan va hatto tafakkur qilmasdan turib o'tgan bir lahza bilan ham hidoyat qiladi. To'g'risini topishga undagan ba'zi vaziyatlar bilan ham, qo'rqinch bilan, sevish bilan hamda o'lim bilan hidoyatga boshlaydi. Qur'onni tinglashga keladigan bo'lsak, u hidoyatga boshlovchilarning aslidir. Alloh taolo uni bandalarni hidoyatga boshlaydigan eng katta sabab qilib qo'ygan. Unga hidoyat va to'g'ri yo'lning hamma sabablarini kiritgan. U zot aytadi: Albatta, bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat etur. Isro surasi 9-oyat. Shunday ekan, Qur'onga amal qilgan biror olim kishi keyinchalik to'g'ri yo'ldan og'ib adashib ketishi, asl hidoyatdan qaytishi dargumondir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning islomga kirish qissalari hammaga ma'lum va mashhur. U zot singlisi huzuriga ko'zlarida yomonlik chaqnab turgan holda kirdilar. Singlisidan Toha surasidan bir oyatni eshitgach, shu zahoti qalbi iymon mehrobida sajdaga ketdi va to vafot topgunicha undan turmadi. Umar roziyallohu anhu his qilgan hissiyotni ta'riflash mumkinmi? O'sha paytda qalbiga tushgan ishonch nima edi? Qur'oni Karimda qancha hidoyatga boshlovchi oyatlar bor. Biz ularni tadabbur qilishda ko'zimizni yumamiz. Yana qancha irshodlar bor. Qalblarimiz ularga nisbatan qulflanib qolgan. Unaqa ham, bunaqa ham emas. To'g'ri yo'lga boshlashning ko'rinishlari juda ko'p. Masalan, bir tush ko'rasiz. Unda shifo topganingizni yoki ogohlantirilganingizni yoki irshod qilinganingizni ko'rasiz. Bir joyda eshitgan edim. Bir kishi kasal bo'libdi. Keyin tush ko'ribdi. Tushida unaqa ham, bunaqa ham emas degan narsa unga davo bo'libdi. Uyqudan turgach bir shayxning oldiga borib, ko'rgan tushining ta'birini so'rabdi. Shayx uni nima ekanligini bilmayman. Har 2 kunda Qur'onni xatm qilaman. Menga muhlat ber. Qur'onni o'qiganimda shoyat biror narsa topsam, debdi. 2 kundan so'ng kishi shayxning oldiga kelsa, shayx unga: "Dardingga shifo zaytun moyi", debdi.
hamda u chiroq na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur. Nur surasi 35-oyatni tilovat qilib beribdi. Bir kishi ulamolardan birining yoniga tanasida savoil sababli kelib chiqadigan kasallik bo'lgan istisqodan shikoyat qilib keldi. Bu kasallik ba'zida o'lim bilan tugaydi. Olim zot u kishiga quduq qazdirib, uni vaqf qilishga buyuradi. Kasal kishi shunday qilgan ediki, Allohning izni ila tuzaldi. Olim zot jasadda suv yig'ilishi va quduqda ham suv yig'ilishi orasida o'xshashlikni ko'rdi. Va bu savobli ish kasallikning davosiga o'xshash. Kasallikning shifosi mana shu amalda bo'lsa kerak deb o'yladi. Shunday bo'ldi ham. Do'stlarimdan biri aytib beradi. U bir kuni namozga ketayotib, o'zining jip mashinasida akasining qizini bilmasdan turtib yubordi. Ota-onasi uni tezda shifoxonaga olib borishibdi. Qiz o'lim bilan olishayotgan ekan. Shifokorlar qizning o'lishi 80% aytishayotgan ekan. Qizchaning akasi shogirdimga bog'lanib, bu borada nima qilish mumkinligi haqida so'radi. Shogirdim unga tezda shifo niyatida qo'y so'yib, uning go'shtini sadaqa qilishga buyurdi. Qizchaning akasi aytilgan ishni darhol qilgan ediki, qizcha bomdodga qolmay jonlantirish bo'limidan chiqdi. Alloh taolo qizchaning akasini sadaqa qilgan qo'yning go'shti va qizchaning yarimjon bo'lgan go'shtini orasida aloqa borligini o'z hidoyati ila akaning qalbiga soldi. Nasihat ila to'g'ri yo'lga boshlash to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan ko'ra yaxshiroq. Chunki to'g'ri yo'l ko'rsatilganda uning manfaatlari zikr qilinmaydi. Faqat ko'rsatiladi xolos. Kishi uni bosib o'tmagunga qadar foydalardan xabardor bo'lmaydi. Nasihat esa to'g'ri yo'lning foydalarini zikr qilish bilan eshituvchini hidoyatga chorlashda samaraliroqdir. Ba'zida Alloh taolo sizni tafakkur qilish ila hidoyat qiladi. Bunga eng ko'zga ko'ringan misol Ibrohim alayhissalomning qissalari. U kishining qissalari kelgan oyat ma'lum va u oyatda Ibrohim alayhissalomning hidoyatlariga sabab bo'lgan tafakkur ko'pdir. Nurdan bo'lgan otash. Alloh taolo o'zining oliy maqomdan adashganlarni ziyon tepaliklarida ko'taradi va ulardan yuz o'girgan bo'ladi. Lekin vaqti kelib ular uchun tunda o'zining nuridan bo'lgan otash yoqadi. Adashganlar otash yordamida yo'lni ko'radilar va baxt va saodatga erishadilar. Sizni falonchi o'g'li falonchi bo'lganingiz uchun emas, balki Alloh iroda qilgani uchun hidoyat qiladi. U o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Baqara surasi 142-oyat. Siz qalbingizni isloh qilganingiz uchun Alloh taolo sizga bu bebaho hidoyat ne'matini iroda qildi. Ba'zida Alloh sizni hidoyat qiladi va siz bu hidoyat taqozo qilgan shukr va solih amal kabi vojibotlarni bajarmaysiz va oyatlarimizni keltirganimizda ulardan chiqib ketgan, amal qilmagan odamni shayton o'ziga ergashtirib olgani, natijada u adashganlardan bo'lib qolgani haqidagi qissani ularga o'qib bering. A'rof surasi 175-oyatdagi kelgani kabi sizdan u hidoyatni tortib oladi. Ba'zida Alloh taolo sizni hidoyat qiladi va siz uni taqozosiga ko'ra shukr qilib solih amal qilasiz va sizga Alloh taolo boshqa hidoyatni beradi. Siz unga ham shukr qilasiz va uning taqozosiga ko'ra solih amal qilasiz. So'ngra sizga 3-chi va 4-chi hidoyatlarni berishda davom etadi. Shunday qilib sizning hayotingiz birining ketidan boshqasi keladigan hidoyatlarga to'lib toshadi. Kahf surasida kelgan g'ordagi yoshlarni olaylik. Alloh taolo ularni hidoyat qilib mo'minlardan qildi. Hidoyat berib iymonlarida sabrlilardan qildi. Najot yo'liga boshladi. Hidoyat qilib g'orda bir necha yil saqlab ularni najot topgan holatga tushirdi. Darhaqiqat ular Parvardigorlariga iymon keltirgan va biz ularga hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Kahf surasi 13-oyat.